Hürmetli vatandaşım, ahırkı leksiyemizle başlayımız. Ahırkı leksiyeye koşumçu biz başta sözlügen sözlerimizi koşumçu şu narsalarni saymıqlarga selip qo'yayki endi xulos şekilde. Yuqorqi 3 leksiyega Hillary Clinton xonim bilan Trumpning munozarasi munosabatsiz o birinchi maqol. Keyin 2 leksiyega munosabati qoldi shuni deb qo'yayki. Sovetlarning Qizil armiyasi oxiri yetib keldi. Bu bir bob. Mao Zedong to'g'risi chala qolgan hikoyalar. Men shunday tarjima qildim, shunday qabul qiling do'stim. Mao Zedong to'g'risi chala qolgan hikoyalarning 27-bobi. Sovetlarning Qizil armiyasi oxiri yetib keldi. 1945-yili va 1946-yildagi ishlar. Dal mushu bir yil Uyg'urlarning taqdiri hal bo'layotgan bir yil do'stim. Diqqat qiling. Mushu kitapning Mao Zedong to'g'risidagi chala qolgan hikoyalar degan kitapning avtori Angliyalik kishi o'zining ayoli Xitoy, Jangrong degan ayoli Xitoy, Holiday degan Angliyalik bu ikkisi birlashib yozgan kitap. Mushu kitapning 245-betida eng oxirgi bir qurda mundaq deyilgan, diqqat vatandoshim. Yalt shartnomasiga asoslanib Sovetlarning Qizil armiyasi Jungoga kirishdan avval Sovet ittifoqi bilan jangjeshi shartnoma imzolab, jangjeshining qo'shilishini qo'lga keltirish kerak. Bu Sovetlar ittifoqi tarafga qaratilyapti. 1945-8-ayning 15-ci Sovetlar 1 million askar chiqilib, Sharq Shimol yoki Manjuriyadagi Yaponiyaning Kanton armiyasiga hujum qildi. Mana bu hujum qilishdan avvalida tuzilgan Yalt shartnomasida nima deydi? Yalt shartnomasiga asoslanib Sovetlarning Qizil armiyasi Jungoga kirishdan burun jangjeshi bilan shartnoma imzolab, Stalin bilan jangjeshi shartnoma imzolab, jangjeshining qo'shilishini qo'lga keltirish kerak. Men boshda nima dedim? Yaponiya Rossiya suhbati 4 orol o'tirish cho'qim Yalt shartnomasi chiqdi dedimmi? Demak, bu yerda Rossiya imzolagan, Rossiya bilan Xitoy imzolagan Rossiya Xitoy shartnomasi 1945-yil 8-ayning 14-kuni. Rossiya Xitoy imzolagan 1950-yil 2-ayning 14-kuni bu shartnomalar asli Yalt konferensi Yalt shartnomasining prinsipi qilib bekitilgan. Yoki Yalt shartnomasida mushundaq shartnoma imzolaysan, buni imzolab bo'lgandan keyin andin Jungoga askar tortib kirsang bo'ladi, Stalin deyilgan. Diqqat eting. Endilikda yana bir qo'shimcha xabarimiz. Amerika Qo'shma Shtatlar diplomati Koreyaga o'rinlashtirilgan sat sistemasini tez o'rinlashtirish kerak dedi mavzuli xabar 9-ayning 28-kuni Vanvet orbitida e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Reuters 9-ayning 28-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Sharqiy Osiyo ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlokati va Rossel 27-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Koreyaga o'rinlashtirilgan sat mudofaa raketa sistemasini o'rinlashtirishni tezlatish kerak va tez orada tamomlash lozim deb ko'rsatdi. Rossel Avam palatasi Tashqi munosabatlar komitetining qarmog'idagi Osiyo Tinch okean komitetiga mundaq dedi. Garchi sat sistemasi konkret o'rinlashtirish vaqtini davlat mudofaasi qaror qilsa-mu, davlat mudofaa ministrligi qaror qilsa-mu, lekin biz tez o'rinlashtirishni o'ylaymiz. Men deymanki, intayin tez bu raketa sistemasini o'rinlashtirish yog'och qimiq qaqqandek ish bo'lamdi deb savol qo'yganda muxbir Rossel apandi nima dedi? Xato yo'q. Deganing to'g'ri. Shundaq. Albatta shundaq bo'ladi deb javob berdi. Biz o'tganlik ishimiz nima degan to'q? Xitoyning Rossiyaga 10 ming kvadrat kilometr zaminni Petron gazini chekish uchun yoki osmondan tushgan raketaning parchalarini tushirish uchun aytibdi deganda Koreyada qurilgan saf sistemasi munosabatlik degan to'q. Bugunlik ishimiz yana 3-bir masala sabab chiqdi o'tirga. Rossiya Yaponiya shartnomasi masalasi chiqdi. Shundaqla Xitoyning Tojikistonda harbiy baza qurish masalasi o'tirga chiqdi. Endilikda mushu masalalarning hammasi ko'r degan holda hozir diqqat qilsanglar dunyoning vaziyati
Çavuşan yerim aralığını yadrosuzlaştırış. Bu Amerika Koşmuş Ştatlarının 70 yıllık siyasi vatandaşı. Ya 65 yıllık değil, 50. yıl çavuşa vuruşu ahırlaştıysak. 65 yıllık siyasi. Lekin Koreya, Çavuşan Koreyaga tahdid silib 5. qitim yadro qurollarini partlatdi. Partlatib popla ushuk odamdek ushuqlik qilib yetabilib endi tugadi tajribani sinaq bo'ldi. Uning bunda qoida yo'q. Buni jazolash kerak, xalqaro jamiyat jazolash kerak. Endi sot sistemasi Çavuşanning qilgan qiliqlarga berilgan javob. Lekin bu da emas. Sot sistemasida o'rkigan jungo ani yuqorqada ishlarni qilib o'tdi deb vatandosh. Satrakista sistemasi Koreyaga o'rinlashtirish masalasi bo'yicha Jungo taraf bundaq o'rinlashtirishga oshkora qarshi hozirgacha. Maydonda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Dedi Rossel apandining bu so'zlari strategik ustunlikka erishish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoning manfaatiga ziyon yetkazishga parvo qilmaydi. Sot sistemasining Osiyo va Sharq Osiyoning tinchlikka ofat elib kelishiga pisand qilmaydi. Hatta do'sti Janubiy Koreyani qurbon qilishga elib kelishiga parvo qilmaydi. Sot sistemasini o'rinlashtirganligini to'liq aks ettiribdi. Osiyo, Sharq Osiyo ishlari bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarining yordamchi davlat ishlar kotibi Russell Apandi yuqorida so'zildi. O'tganda buning qisman tarafini sizlarga anglatgan to'q, endi birlashtirib tahlil qilsanglar bo'ladi. Amerikaning qip yalang'och zo'magarga xos tafakkuri mushqatim oxirlashdi deydi Jungoliklar yozgan xabarda. Demak, sot sistemasida Amerika Qo'shma Shtatlari Koreyaga o'rinlashtirgan bo'lsa, uning kamkutsiz qip yalang'och Amerikaning tafakkuri o'zini oshkorlagan bo'ladi deydi Xitoy xabar yozuvchi. Leksiyalarimiz tamam. Xo'sh vaqt bo'linglar vatandoshlar.